Hammaga assalomu alaykum. Mani qadrli, mehribon auditoriyam. Bilasizmi, hozir men rosa hayajondaman. Men bugun sizlar bilan eng baxtli kunimni bo'lishmoqchiman. Tayyormisizlar? Meni tabriklasanglar bo'ladi. Men homiladorman. Voy o'li, nima qilyapsiz kelin? Auditoriyamga baxtli kunimni bo'lishmoqman, oyijon. Qanaqa baxtli kuningiz? Homiladorligimni aytmoqman-da, oyijon. Voy o'li, mana bu qo'lingizdagi test bilanmi? Nima qilibdi? Hozir shu moda-ku. Voy, sizni kallangiz joydami kelin? Uyat degan narsa bormi sizda? Nimasi uyat, oyijon? Aktivim ko'tariladi, prosmotrim zo'r bo'ladi, ahvatim shunaqa bomba bo'ladi, oyijon. Ha, unda bu bola o'lgur qanaqa yasalganini ham qo'ying, auditoriyangizga prosmotringiz ko'payadi, ahvatingiz oshadi. Vohma qilib tashamang, oyijon. Voy sharmanda, voy bizlarni Do'ruzada homilador bo'lsam da uyalardi odamlarga aytgani. Unda keyin ko'ylak kiyib qayni-qaynotani oldida bekitib yurardi. Bu hozirgi kelinlarga nima bo'lgani? Tasqara, ibo hayo, sharm hayo yo'q-a? Xo'sh? Boshlandi. Ha, nima bo'pti? Sen xotining jinni pul emasmi? Sidoga botirgani testini homiladorman deb ommaga, odamlarga olib chiqyapti-yu bu. Sen jinni pul emasmisan, Gomosh? Voy, nima qilibdi shunga? Eng baxtli kunimni Instagram auditoriyam bilan bo'lishmoqman. Muncha vohma qilasizlar? Voy, siz ota-onangiz qanaqa tarbiya bergan o'zi, ha? Bor buni onasinikiga tashlabki, boshqadan tarbiyalasin. Yo sen erkakmisan? Yo erkakmisan? Ha, erkakman o'yi. Erkak bo'lsang, olib qo'y telefonini, olib qo'y. Ahvatim tushib ketgan, oyijon. Hozir hamma shunaqa qiladi. Aktivim oshadi, nega tushunmaysizlar? Tufradim sizni aktivizga. Tufradim sizni prosmotr kommentariyingizga. Voy, yo'qot bu hayosizni. Ko'zimdan yo'qotmayman sizni. Bo'ldi. Olib ket telefoningni, ishlatmaysan bugundan boshlab. Davay, olib ket. Nima gunoh ish qildim, Hoshimjon aka? Nima deganingiz bu? Men gap qaytarma. Ishlatmaysan telefonni olmasang, tushundingmi? Odamlarga aytganimni nimasi yomon? Nimasi uyat?